Koreyani kosmetologiyasini ichidan obzor qilib ko'rsatib beraman. Ko'pchilik biladi, Koreyaning kosmetologiyasi juda ham rivojlangan. Shuning uchun ko'plab odamlar boshqa davlatdan Koreyaga kelib tajribasini orttirib ketishadi. Даже butun Toshkent taniydigan Umida Cosmetology ham o'z tajribalarini Koreyaga kelib oshirib ketganlar. Umida Cosmetology o'z ishlarini ustasi bo'lgani uchun ko'plab o'zbek bloger va boshqa aktyor aktrisalar ham yaxshi taniydi. O'zimizga bo'lgan ishonch yuz ko'rinishimizdan bilinib turishini ko'pchiligimiz juda ham yaxshi bilamiz. Shuning uchun ishonchli va tajribali kosmetolog tanlashda adashmasligimiz kerak. 14 yillik tajribaga ega bo'lgan Umida Cosmetology bilan siz 15 yilga yosharishingiz mumkin. Umida Cosmetology faqat ayollar bilan ishlagani uchun o'z ishlarining ustasi. Shuning uchun xohlagan turdagi protsedurani bemalol ishonsangiz bo'ladi. Koreyadan tajriba orttirib ketgan o'zbek kosmetologlar juda ham kam, shuning uchun ishonch bilan ayta olamanki, Umida Cosmetology bilan siz qosh, ko'z operatsiyasi, labizga filler, yuzingizga kollagen ukollar protsedurasini bemalol qildirishingiz mumkin. Shu kunlarda O'zbekistonda popa va ko'krak operatsiyalari juda ham mashhur bo'lganligi uchun ishonchli va tajribali kosmetolog tanlashda adashmasligingiz uchun men sizlarga Umida Cosmetology'ni tanishtirib o'tmoqchiman. 10 mingdan ortiq mijozlari mamnun bo'lgan Umida Cosmetology bilan siz o'zingizga bo'lgan ishonchni yanada oshirishingiz mumkin. Yanada ko'proq ma'lumot uchun shaxsan o'zingiz Umida Cosmetology'ga murojaat qilib bemalol xohlagan savolingizni so'rashingiz mumkin.